Assalomu alaykum. Hurmatli Sinovli olam kanalini muxlislari, obunachilari, mana qadrli aka-ukalarim, opa-singillarim, omonmisizlar, sog'misizlar. Mana bugun 12-mart chorshanba, Xudo xolasa Gelinjik shahridan, Qora dengiz bo'yidan sizlarga bir video qilaylik deb video murojaatlarimizni boshladik. Qarang, suvi qanday tiniqligini, qanday bir go'zalligini. Xudo xolasa bu shahar ham juda go'zallashib boryapti. Borgan sari shahar ochilib, sochilib, xuddi Gelinjik perevod qilinsa kelinchak degandayin shahar juda yosharib, kelinday bo'lib bormoqda. Plyajda, mana o'zi Sentralni plyajda havo zo'r. Bugun 12-13 gradus issiqlikni ko'rsatgan. Odamlar уже chiqib plyajda sekin o'zini o'zi o'rgatyapti, dam olyapti, kimdir madaniy hordiq olyapti. Suvi qarang, qanday bir jimjimador bo'lib mazza bo'lyapti. Havo ham zo'r, suv ham zo'r. Bu yerda plyajga yozgi sezonga tayyorgarlik boshlangan. Hamma o'zini palatkalarini, o'zini territoriyasiga kapachalarini, nima deydi, shunaqa narsalarni qo'yib bormoqda. Juda go'zallashib boryapti Gelinjik borgan sari. Men hozirgi paytda revolyutsionni 20 to'raylarda turibman. Hamma qarang, o'zi bilan o'zi ovora. Bu dunyoda kimdir bechora bo'lib yashayapti. Gelinjik emas, sizlarga ko'rsatib qo'ying. Mana shu Gelinjik. Mana shu MTS deganday megafon kompaniyasi bor Rossiyani. Mana shuni yozib o'tirar edi. Mana shunday. Mana shahar. Mana bu Sentralni prichal. Yozda shu yerda shu katerlar, kemalar hammasi to'la bo'ladi. Bir yog'i tog', bir yog'i shunday nima suzishlar, cho'zishlar, boshqalar. Xudo xolasa aziz obunachilar, sizlarga bugundan boshlab har kuni qilayotgan ishlarimiz, borayotgan yerlarimizni, Xudo xolasa hamma manzillarini, boshqa o'zgarishlarni, yangiliklarni shu Gelinjik tomonidan sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Endi Gelinjik shunaqa joy. Shu uchun qisqa tez sizlarga xabar berib turishligi. Qaysi soha desangiz, o'sha sohadan ozgina bilganimizcha yoki bilmasak borib bilib sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta kanalda qolinglar, obuna bo'linglar. Sinovli olam kanali hamisha sizlarga yaxshilikda, yaxshi kunlarda doim xizmatda bo'laylik. Mana shu territoriyada Gelinjik shaharlarida bizda juda ko'p aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Chunki ular bilan shu kungacha bir yaxshi ishlarda, yaxshi nimalarda Xudo xolasa birgamiz. Yaxshi, yomon kunlarda hammasida birgamiz. Shu uchun albatta murojaat qilinglar. Qaranglar, qanday go'zal shahar bo'lib boryapti Gelinjik. Shu uchun sizlarga tavsiya qilaman. Faqat bu shaharlarga ishlagani emas, albatta dam olgani kelinglar. Bularning og'izlari ochilib, nima deydi, havas qilsin bizga. Bizni o'zbek xalqi ham mana shunday kurort zonalarda maza qilib dam olyapti. Dam olar ekan bular ham degan bir nimalari bo'lsin. Mana shunday. Mana go'zal plyajlar. Yana Xudo xolasa qayerda desangiz, o'sha tomonni sizlarga video qilib, sinimat qilib yetkazib beramiz sizlarga. Albatta Sinovli olam kanaliga obuna bo'ling. Sizlar bilan
Sinovli kanal admini Isroil Kamolov bo'ldi.